Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz mana o'zimizni blogimizni Mindonga yuklab beryapmiz hozir. Bizni kuzatishda davom eting. Biz mana shunaqa furalarga yuklayapmiz, Isuzu'larga yuklayapmiz. Kimga mana shunaqa qorong blog kerak bo'lsa, mana ko'ringlar. Mana og'zini qarang. Rishton piyolasi bu, Rishton piyolasi. Atrofdan ko'rsating. Mana ko'ringlar akalar, ukalar, bloglarimiz ko'p. Sizlar xohlagan usullaringda quritib beramiz. Xohlasalaring kelib zakalab berib ketsalaring 10 kun, 15 kun deysizlarmi, turadi bloglar. Bemalol zo'r qilib quritib beramiz. Qattiq qilgizib, mana bu taraflarda ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdagilar ham vashi tangila yotibdi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Xo'p, peragorotkasi bor bu tarafda. Nari tarafda latogi bor, burchaklari bor. Mana ko'rsatishim mumkin. Mana. Latok, burchak hammasidan bor. Peragorotka deysizmi, legoli varianti deysizmi? Hammasidan bor. Kafening kilillari ham bor o'zimizda. Uni ham hozir mana shu mashinaga yuklab chiqargizib boramiz. Mindonga ketyapti. Mindonliklar bormi? Mindonliklar bo'lsa, akalar, ukalar, telefon qilsalaring, mana shu blokni qayerga olib borayotganimizni telefon raqamini ham beramiz. Borib ko'rishlaring mumkin. O'sha Mindonda. Mindon Chimyonda. Mana bloglar tashqarida ham bor. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu raqam, telefon raqam bizniki. Yaqin to'ldirdik hozir.